haligi oyijon, oyim qo'ng'iroq qilyaptilar. Maylimi, tezda javob bersam? Hozir. Mayli. Allo. Menga qara, o'g'lim. Mana shu qizning nimasi senga yoqib qolgan, ha? Na bir did bor, na bir o'ziga qarab yurishchi bo'ladi. Ay tavba. Zato qo'li shirin oyi. Endi men ko'chada uchragan odamga, "Voy, u alvastiga o'xshasa ham, lekin qo'li shirin" deb tushuntira olmayman-ku. Yonimda olib yurishga uyalaman. Oyi, nimasidan uyalasiz? Ochiq-sochiq kiyinmasa, bachkana kiyinmasa, har qizlarga o'xshab zamonaviy kiyinadi. Voy Xudoyim, o'zimni tuqqan bolam meni gapimni tushunmagach, boshqalardan nima kutish mumkin, a? Xullas oyi, menga u mana shu oddiyligi bilan yoqadi. Iltimos, uni buzmang. Xo'pmi? Buzmangmish. Aksincha, to'g'irlayapman. Ey, sen nimani ham tushunarding? Mayli, oyi. O'zingizni siqilib, urintirib qo'ymang. Bu keliningiz baribir odam bo'lmaydi. To'g'ri, ertaklarda Zolishga malikaga aylanib